bu darsimizda avto yuklanuvchi dasturlarni o'chirishni va Windows tizimida yangilanishni o'chirishni o'rganamiz. Bilasizlar, ba'zi bir kompyuterlarda yoqqanlaringda turli xil dasturlarga o'zi avtomatik kirib ketadi. Uni qanday qilib o'chirib qo'yamiz? Buning uchun Ctrl Alt Delete tugmasini birgalikda bosamiz. Chiqqan oynadan esa Dispatcher zadashni tanlaymiz. Tanlaganimizda ushbu oyna ochiladi. Ushbu oyna ochilganda avto zagruska degan oynani tanlaymiz. Mana bizda qanaqa dasturlar bor, hammasini ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Misol, o'chirmoqchi bo'lgan dasturimizni tanlaymiz. Bizga mana bu dastur kerak emas. Ishxonchani o'ng tomonni bosamiz. Отключить qilib qo'yamiz. Keyingi safar kompyuterimizni o'chirib yoqqanimizda bu avtomatik o'chiq chiqadi. Endi mana gadjet ham bizga kerak emas. Buni ham o'chirib qo'yamiz. Mana shu yerdan o'zlaring o'chirayotgan yoqayotgan dasturlaring bo'lsa, yoqsalaring yoki bo'lmasa o'chirib qo'ysalaring bo'ladi. Endi Windowsda qanday qilib обновленияni, ya'ni yangilanishni o'chirib qo'ysa bo'ladi, o'shani ko'rib chiqamiz. Buning uchun Etude kompyuterga kiramiz. Свойствосida управление degan joyimiz bor, o'shanga kiramiz. Управление degan joyga kirganimizdan keyin службы degan joy bor. Службыni tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin pastroqqa tushamiz. Mana ekranni ozgina ochib qo'ying. Mana ashuni ochganimizda mana shu yerda Center обновление Windows degan joyimiz bor. Kiramiz ichiga. Menda ruchno turibdi mana. Остановить qilaman. Sizlarda avtomatik turadi-da, mana bunaqa turadi. Zapustit qilib bitta ko'rsatib beray sizlarga, men o'chirib qo'yganman. Endi boshdan kirib ko'rsataman. Sizlarda mana shunaqa avtomatik turadi. Biz buni esa qanday qilamiz? Отключить qilamiz. Остановить qilamiz va OK knopkasini bosamiz. Shu bilan sizlar internetdan yonib tursa ham Windows o'zini o'zi yangilamaydi.